Yeryüzüdə özünlağa baylıq toplamanglar. Çünki bu yerdə ya küyi yeb tügütüdü, ya datlışıp tügeydi, ya ki oğri oğurlap gitidu. Əksiçə, ərşdə özünlağa baylıq toplanlar. O yerdə küyi yemeydi, datlaşmaydı, oğrumu amaydı. Baylığınla qayədi bolsa, qalbinlarmı şu yerdə boludu. Köz tənnin çırğıdır. Əgər közünla yaxşı bolsa, yəni közünla xudadı bolsa, bütün vücudunla yoruqluq bilən toludu. Əgər közünla yaman bolsa, bütün vücudunla ni qaranquluq basıdı. Əgər hayatınlardaki yoruqluq əməliyyatda qaranquluq bolsa, o qaranquluq nemi degen qorqunuşluq, hə? İki xo'jayinga tang xizmat qila oladigan hech qanday kishi yo'q. U yoki buni yomon ko'rib, uni yaxshi ko'radi, yoki buningga e'tibor berib, uniga sal qaraydi. Shuningga o'xshash, sening birli vaqtda ham Xudoning, ham mol dunyoning quli bo'lishinglar mumkin emas. Shunga bilib qo'yinglarki, turmushingizga keraklik yemak, ichmak yoki uçağlarga kiydigan kiyim-kechakdan g'am qilmanglar. Hayotlik yemakdan, tan kiyim-kechakdan ko'p aziz emasmi? Ko'kdagi uchar qanotlarga qaranglar. Ular terimaydi, yig'maydi, ambarda oziqmi saqlamaydi. Ərishdagi otanglar ularni osh qo'ymagan yerda sizlarning rizqinglarni cho'qim beradi. Chunki sizlar aşı qushlardan ko'p aziz emasmi? Oranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan umringlarni kichikkina uzatolaysizlar. Kiyim-kechak uchun g'am qilishning nima hojati? Daladagi yavo gullarning qandoq o'sidiganligiga qarab beqinglar. Ular ishmi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatta ulug' podsho Sulaymonning hashamatlik tonlarimi bu yavo gullarning go'zalligiga teng kelamaydi. Ey ishonchi ojizlar, Xudodan nimishqa gumonlanyapsizlar? Daladagi buguni ichilsa, atsi qurib, o'choqqa qolingan ashu gul giyolarni ashuncha bezgan Xudo sizlarni texmo kiyindimasmi? Shundoq ekan, nemi yeymiz, nemi içimiz, nemi kiyimiz deb g'am qilmanglar. Yahudi emaslar mana shu narsalar uchun izdinidu. Biroq arishdagi otanglar sizlarning bu narsalarga muhtojliginglarni biladi. Shundoq ekan, hammadan muhimi Xudoning podshohligi va haqqoniyligi haqida izdininglar. O chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Shuning uchun atidan g'am qilmanglar. Atining g'ami atiga qolsin. Har kunning dardi shu kunga yetadi.